Xonsoda. Qadrli yurtdoshlar. Assalomu alaykum hammaga, yaxshisizlar? Charchamasdan. Bugun vlogimizni davom ettiramiz, xudo xolisa. To'g'rimi? Xo'p. Bugungi vlogda nomini nima deymiz? Xonsoda. Shu yerda osh yegim kelyapti, osma osh qo'yarasizmi? Bugungi vlog. Nima deb nomlasa bo'ladi? O'zingiz qanaqa fikr bor? Plov vlog bo'lsin. Plov vlog yaxshi. Nima? Damas hozir o'zi niyatimiz ham shunaqa, odamlar yana to'satdan qo'ygan narsa sifatida ko'rsatib bermaylik. Hozir inshaalloh Kazinkaga borib, produktlar qilib, inshaalloh shu jarayonlarni ko'rsatib beramiz. Kelib shu osh tayyorlaymiz inshaalloh. Oshni soatingiz necha ko'p? Necha soatda pishyapti? Oshni soatimiz 7-18 bo'lib soat. Inshaalloh hozir 1 soat turadi. 8 10 yarim bilan pishiradi o'ylayman. Baxamiz. Kuzatishda davom etinglar, xullas. Keyingi jarayon qizig'lari oldinda. Kazinkada bo'ladi eng qizig'lari. O, bratimizni O, mo'bratan topib oldik. Подписчиклар, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akajon, yaxshisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bugun paltoni yechdim. Saygan deb. Posta jarayoni. Yaxshimisizlar? Charchamasizlar? Rahmat. Blog qanday ketyapti? Yaxshi, zo'r. Bugun osh qilib bermoqchimiz, xudo xolisa. Aka-akangiz osh qilamiz. O'g'rasi ham ayting. Pishirib video qilaman deb kiraveradi. 10:30 mi? Eyvallah. Hozir produkt qilib osh Ketamiz. Ibrohim keldimi ham? Hali kiribdilar. Hozir Kazinkaga ketayotgan paytimiz bir narsa yodimizga tushib qoldi. Sanlar nima qilyapsiz do'stim? Oshna Ramazon kunga hayit vlogda video qo'yapmiz. Inshaalloh bu videoni ko'rgan paytlaringda Ramazon hayitini videosi YouTube'da bo'ladi, ko'rib olgan bo'lasizlar. Kuzatishda davom etinglar. Keyingi vlogimiz Kazinka. Mana do'stlar, hozir Kazinkaga kelib qoldik. Deyarli yonidamiz. Yaxshi, atlet. Do'stim, endi aravani oling. Qo'lay olasiz. Javob topib qoldi. Ana shuni mana. Kazinkada har doimgidek odam to'ldi. Ha? Boshlang do'stim, noshta o'z qilasiz deb chiqamiz. Yozim qilaman. Birga qilamizmi? Boshlayverasiz sabzilardan. Mana savanlar haqiqiy ro'zg'orbop bo'ladi mana. Produktlarni o'zi qilib beraman deb aytdim.
O'zim ham teleshkani yetalayman. Ham videoga olaman. Siz prosta yashab berasiz bo'ldi. Bo'ladimi? Olib, mahsulotlarni solib, paketlab qo'yib. Ha? Nima keladi? kun. 365 kun mahsulotlarni Korzinkani o'zi chiqaryapti. Inshaalloh yaqin kelajakda Korzinka hamma do'konlardagi mahsulotlarni shu o'zi chiqaradigan darajaga yetib kelish niyatini plan qilgan. To'g'rimi shunday? Ya men eshitganman-da. Zafar Hoshimov o'zidan. Mana do'stlar, o'zi mana ko'rinib turgan guruchlar ham hammasi 365 mana. Yo'q, hammasi 365. Hozircha deyarli yarimi 365 ga o'tdi. Yaqin kelajakda hamma mahsulotlari shunaqa bo'ladi. Albatta. İyi kelinde ben mayza olaylik. Qayerda endi? Oshga solmaydigan. Biz undan bor dadashmisan? Bormi? Hozir sizlarga oshga mayiz topib aloqaga chiqamiz. Xo'sh. Gapiring. Baliq go'shtidan oshsa, bilmadim nega. Ko'rmaganman. To'g'ri go'shtda qilaveraylik hozircha. Aytgancha Korzinkadan mayiz topolmadik oshga. Endi o'zimiz yonimizdagi. Aha. So'yan qisqichdan osh qilib berasiz. Osh qilsa bo'ladimi? Ana qisqichga qamanga yoqmaydi. Do'stim, non olaylik, non. Issiqni Korzinkani eng zo'r tarafi mana. O'zining ichida novvoyxonasi bor, issiqni nonladi. Olib Novvoyxonasi oxiriga qo'yilgan. Novvoyxonasi oxiriga qo'yilgan, bilmadim nega. Boshi turgan Korzinkaga 95% odam non olgani kiradi. Tushunarli. Oxiriga qo'ygan sababi nonga borgunga qadar yana nimadir olish ehtimoli oshadi. Bu marketing hiylasi. O'zi olib to'g'ri go'shtga mo'ljallangan. Shunaqami? To'g'rilamiz. Yoki nonga shoshmaydi. To'g'ridan qo'yadi. Mana bu yoqda shunaqa.
bu hissiyotni ko'rakanlarga yetkazib bera olmaysiz, lekin shundoqqina bilinib turibdi, mana issiq qaynoqqina yoqib bu yoqqa chiqarishyapti. Issiq. Kurasanlar ham bor. Savandar. Chiqing do'st. Hazır. O'tgan safar, ha? Hozir. Boshqa men ko'rdim. O'tirgan ko'tararkan. Ko'taradi, hozir. Faqat u o'tirgan qiz Hozir sal beparasatli bo'lmasin deyman. Odamlar. Beparasatli bo'lmasin deyman. Bugun kun bo'yi yugurib bilan yurdi. Birinchi soat universitetiga bordim. Keyin bankka bordim. Bankda baribir ishimiz bitmadi, ketmay qoldi. Qanday yuradi? Bunga qolmasdi. Saytda abit qilishga ham ulgurmadik. Bankga problema где-то 6 soat vaqtim oldi. Xuddi men montajga 6 soat vaqt sarlagandim. Filesini olamizmi yoki qanaqasidanmi? Akrashkasidanmi yoki bu biodrozdanmi? Qanaqasidan olamiz? Oyoqdanmi? Oyoq o'shamikan oshga? Aka qaror olasiz. Yaqinda agent so'rashgan edi oshni. Shunga MBO bankidan hisob raqamlashtirgan. Aha. O'shani problemasi bilandan ko'proq ustiga ko'rsatishi yaxshi deb o'ylaganda yaxshi qiladi chiqarib boshqa MBO bankidan ochtirmasam kerak. Agar shu videoga bo'lgan mos kvalifikatsiya oshirilgan ham bo'lgan uchun tadbirkorlarga o'zgacha ozgina boshqa banklarga nisbatan islomagan, lekin oshirsalar yaxshiroq bo'ladi, chunki baribir bu deganda katta non bor. Hamma tadbirkorlar bankdan hisobotni oshirib rivojlanish xohlaydi, lekin bankdan yordam berish kerak. Go'shtlarni oshiraylar. Samanlar to'g'da ko'rishgasidan osh yaxshi bo'ladi deyapti. Qani ko'ryapmiz. Bu kim? Nechta olamiz? Bundan ko'ra son 2-3 ta sonli ayting, hozir yarim kilo siz kesib berishga to'g'ri keladi. Ha. Bu mana masalan bizni deya qolay. Bizning maqsadimiz mana bloger nomga ega bo'lish emas, masalan o'zimiz maza qilish videodan, to'g'rimi? Masalan o'zim maza qilaman shuncha video olayotgan bo'lsa, to'g'rimi? Ha, просто o'zimizni ham kuzatayotgan insonlar real hayotdan baxt xursand bo'lib nima so'radi. Maza qilsin. Xuddi shunaqa. Foydali ma'lumotlar ham inshaalloh ulashib borilyapti. Shulardan ham masalan Toshkentga yangi kelayotgan insonlar bo'ladi, masalan birinchi kurslar, abituriyentlar, shular ko'rib masalan ancha ma'lumotlar olishi mumkin o'ziga. Kazinga juda katta tarmoq. Olasın da sıkıntı. Abi bizi haydavara çağırıyoruz. Hadi olsun bir tane yem olaylı. Halledeyken diyor. İki o'tgan safar kubligi bordi. Kichkinasi. Keyin tomosha qilayotgani uchun yana bir narsa aytib ketdi. Hozir
bu qilayotgan narsamiz bu har kun shunaqa yashaymiz degani emas, to'g'rimi do'stim? Masalan, hamma ham oyda bir haftada bir, 2 oyda bir shunaqa bir to'plamada bir ovqat qilib turadi, to'g'rimi? Masalan, yaxshi narsalar, masalan, bunaqa shirinlik, ermaklar yeb turishi baribir insonda bor narsa. Do'stim, qarang-da, bizni masalan qolganlardan ajralib turadigan sifatimiz ham masalan shunda deb o'ylayman-da. Hozir hamma o'zini yaxshi ko'rsatayotgan paytda, eng yaxshi taraflarini ko'rsatib chiqayotgan paytda biz borimizni ko'rsatib chiqamiz, to'g'rimi? Masalan, aytyapmiz, masalan, doim shunaqa yashamayapmiz yoki videoda ham aytyapmiz, o'zimizdan kimdir yasamayapmiz. Shunda borimizni olib chiqyapmiz hamma tarafimiz, to'g'rimi? Yoki qanaqadir qog'ozga o'raganimiz yoki hech narsani shunchaki mana qanday masalan videoda o'rishsam shundoq gaplashib yuramiz. To'g'rimi? Masalan, odamda bor narsada bu masalan eng yaxshi sararlarni Instagramga qo'ygisi keladi, ijtimoiy tarmoqqa qo'ygisi keladi. Qolgan odamlar uni ko'rib, mana o'zini taqqoslashni, solishtirishni boshlaydi-da. Masalan, menda shunaqa, menda shunaqa. Shu menimcha katta odamlarga zararmi, ana deb o'ylayman-da. Bu odamning o'zi tabiatida bormi? Ha, tabiatida, yaxshi variantini ko'rsatgisi keladi. Shuning uchun biz lirik chekingan holda bor tarafimizni, masalan, real hayotimizni ko'rsatishga qaror qilib, shu videoni, vlogni boshlaganmiz. Inshaalloh. O'zimizga yoqqan chiqardinglar, bu bizning video. Ko'rdik ham degan masalalar. Hech kimga qizig'i yo'q. Hozir hamma aqlli. Shuning uchun baribir odam qanaqa yashayotgan bo'lsa, o'zida yashayotgan odamni ham ko'rgisi keladi. Masalan, o'shuning uchun biz ham sizlar qanaqa hayot kechirayotgansizlar, biz ham xuddi shunaqa hayot, oddiy odammiz hammamiz. Shuning uchun videoda ham oddiylikda olib chiqamiz. Keyin yana bitta ma'lumot aytib ketaylik. Masalan, korzinkadan yoki liboy xohlagan bir supermarketdan, do'kondan narsa olayotganda nimaga ahamiyat berish kerak? To'g'ri, shuni yodingizdan chiqarmanglar. Esingizda bo'lsa, bir Hozakbar aka ham chiqqanda, aktivist juda bir bunaqa muammolarni ko'tarib chiqqan. Shuncha korzinkada bunaqa muammo bo'lmasa kerak, chunki shu boshida chiqqanda bo'lgan, korzinkada bo'lgan, o'sha korzinkani olib chiqqan, lekin hozirgi kunda ana hammani korzinkaga kelib o'zlaringizdan ko'rishinglar mumkin. Hamma mahsulotlar yap-yangi, yaroqlilik muddatiga yaxshi e'tibor berishadi korzinka. Shuning uchun ham korzinkadan olishinglarni maslahat beramiz. Masalan, hamma bu katta supermarket tarmoqlari qimmat deb o'ylaydi do'stim. Lekin aslida unaqa emas. Kichkina do'konchalar, masalan, uyda oldidagi ular qimmatroq. Chunki ularda ob'yom kamroq, qimmatroq sotish kerak. Bu joylarda ob'yom katta bo'lgani uchun mahsulotni ham iloji bo'lsa kamroq. boshqacha bitta ma'lumot eshitib qoldim. Qanaqa? Keyin uni bosdan tezib ko'rdim. Bu yerdagi narxlar bor-ku. Arzon turadi. Bitta hisoblanayotganda oxirida qilsa qo'shaveradi 12%. Buni ko'pchilik bilmaydi. 12% qo'shadim. Hech mana bu ko'p narsalarni hisoblab ko'rganmiz. Bu yerdagi narxlarni hisoblasangiz boshqasini bo'ladi. Qo'llagansiz boshqacha bo'ladi. Qo'shimcha hisoblarni ham qo'shib Bo'lishi mumkin, argument ham. shu yerda turadi. Faqat 2%. Mana hozir deyarli hamma yo'lni oldik, endi kassaga yo'l olamiz. Güzel. TBC Bank buni aytib o'taylik. TBC Bank yangi karta chiqardi yaqinda, mana Samandar zakaz qilgan salom kart. Mayli, kassani hisoblatgandan keyin davom etamiz. Kuzatishda davom etinglar. Mana shotimiz. Qo'yatdim-ku, oxirida qaqasida qo'shaveradi boshni mana. Qarang. O'zi 154 ming bo'lgan. Qaqasi bilan qaqasida o'zi 160 yo'q, 16,5 ming so'm bo'lgan. Oshdan qo'shaveradi. Yo'q, o'sha bilan qaqasi bilan o'ndaqa bo'lgan ekan. 154 ming so'm bo'lgan. Masalan 154 ming bo'ldi. Buni olib ikkalamizdan 4
15 kishiydi. Ha? Примерно 37 minglardan tushadi. Hozir masalan ko'chaga chiqib oddiy bir pasportdan qo'ymaysizda, qonunsiz. Oddiy pasport olsangiz ham kamida 50-60 ming. Shunga ko'ra barakali o'zingiz produktda qilib uyda ovqat yegansiz. To'g'risi men saharlikda ham Ramazon oyida saharlikda o'zimiz turgan joyimizda bolalar bilan yig'ilib ovqat qilib produktda qilib yedik. Juda bir barakali bo'ldi, to'g'rimi? Albatta. Ha, boya TBC bank kartasi haqida gapirmoqchi edik mana. Bugun birinchi marta oplata qildim. Buni bir qancha unaqasi bor ekan. Qulayliklari 10 million so'mgacha 5% TBC kartalar o'rtasida umuman foiz olmaydi komissiya. Shu tarafdan yo'q. 10 milliongacha foizsiz o'tkazish mumkin. Qarashchi mana kartinadan pasportlarni qildik, uyga yetkazib oldik. Endi sekin pasportlarni to'g'rashni boshlaymiz. Jarayonni kuzatib boramiz. Наливай чайханчик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы, что за жизнь без чайханы. Mikrofon sizga ovqatlari bor. Ovqat rivoji. Nima? Ovqat rivoji. Здесь застолье, но не пьем. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за небо без луны. Bronzon. Ag'las. Что за жизнь без чайханы. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. Mana hozir Karzingadan mayiz topolmagandek, o'zimiz yonimizdagi do'konda bor ekan, shu chiqamiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qalaysiz? Aka?
anaqa kerakda, oshga soladigan mayiz bor-ku. On? Oshmadi. O'ysacha emasmi aka? Mana akamizda xudo xolasa hamma yo'q bor. Yo'q narsani o'zi yo'q. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Ha. На востоке, что за жизнь без чайханы? На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? Хоть бывает здесь и тесно, чайхана. Hamza nimadir to'p qo'ymoqda. Rahmonjon o'zimizni qadrdon do'stimiz, mavlonimiz ham YouTube'ga chiqamiz boshida. Sevmasdi ora подписчики. Endi yaqinda boshlangan vlog hammasi ozgina simple, hech qanaqa bo'ltirma narsalar yo'q. Tabiiy. Eng zo'ri ana biz yaqinlarda hamma qo'llab-quvvatlayotgan eng muhimi yaqinlarni qo'llab-quvvatlab qolganlarni eng muhim biz uchun lekin eng muhimi yaqinlar. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Onajon, siz yaxshi ko'ramiz. Zamonat yaxshi. Sevamiz. Oshna? Qonsoq. Birinchi oshlaganimiz sizlarmi? Oshna? Birinchi oshganamiz. Yo'q, ikkala birinchi oshlaganimiz. Legenda kvartiramiz bor. Chas kvartiraga baribir mashina yo'q. Nechta odam yashagan? Sanoqqa bo'lmaydi. Qancha bizlar? Ana malaka bor. Kvartira narxi zo'r edi-yu, lekin qish kelganda Lekin faizi barakat boshqa dedi yo'q. dog'dan ko'p shunaqa bo'ladi. Tabiiy, no, bitta qish kelganda bitta qor Shunda yog'adi. samanlar o'zini o'rtoqlarni chaqirgan mehmonga shu kvartirani birgalikda Yaqinda tanishgan, birdan yoshib qolgan. Nasani yangisi do'stingiz. Akalar toshimiz pishirib qoldi. Endi ham to'g'ri ko'zida buxor berishidan mumkin. Xudo xolisa dahshat quyosh bo'ladi. Vah, ikini qaraydi. Vah. Bu oshga 10 buxodan 11 beraman oshni. Qosoli salat qilamizmi endi? Ye, mashkuran. Sizni kutar ekanmiz, bratam. O, WhatsApp nima yaxshi ma'lumotlarsiz, brat. Qayerdan mashhur? Osh qiloldi. Osh. Assalomu alaykum. Blokka vallahi YouTube'ga chiqarsan. Nice tourism. Bir million bo'lganda aytasizlarki, manda shu payt 100 ta obunachi ichida 20 ta obunachi qaytish nasib Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она,
Konsolda. Sho'la tajriba qilib ko'rdik. So'ng guruh yuboribsiz. Mayli. Sho'rani Xullas, bugungi vlogimiz uchun zo'r oshiqmoqchi edik. No, nasqaynaga shu shovlam qoldi. Hammasi yig'ishtirilgan. Hammasi yig'ishtirilgan. boshda ta'mini bilish uchun biroz yeyish kerak. Bitta shuni boshladim. Zo'r oshna. Oshna bu guruch suv ko'tarmasmi-ku? Ja unaqa ko'p suv emas-ku. So'zlarni to'g'ri qilish. Tuzashni davom eting. Endi uncha qoldi. Shovlamizni yeyishimiz kerak. Mana salatimizga tuz solamiz. Masala osh solyapti. O'zimizning to'g'ramizni tormoqchi. Yani anchadan beri to'yda sho'lasini solgan. To'y sho'rasi. To'yda sho'la bo'ladi, ya'ni Ha, sho'la. arab ekoni deyman. To'ydan bir taomlama. So'zlashdi. Sozlashdi. Kespa tomoni ham olmoqchi sozlashdi. Ya, so'zlashdi. Zo'r. Vodiydan chiqqan. Ano hamma amaki tog'alar to'plab olib majburlab sazlashtirib turadi. Hamma sho'lalardan shuni yoshashgan ekan. Ana oshimiz pishdi. Qonsoqda Sarvarbek aka, Muhammadjon, mo'bola. Qani oshlar, bismillah. Ibrohimjon qani aka? Aka boshlab bering. Sarvarbek aka. Qani? Bismillah. Hamma yoqimli ishtaha. Ishga tip shekilli bosam bir. Shovlamiz qanday chiqdi? Dahshat. 10 balli ishkalarga necha baho berasiz? 11 qo'ygan bo'lardim. 11 mi? Mana konsol ikkita bo'ldi. Yaxshi, atlet yo'lda ko'rishamiz. Yo'lda ko'rishamiz. Xonadon 12. Manmi? Anam 10 qo'ygan bo'lardim. Minus 1 qo'ysangiz. Ertaga aytadi bu, haqiqatni ertaga aytadi deb. Sarvarbek. Shovlayapti. Qo'ygandan keyin Xo'p. Nimadir demoqchi edim hozir. Video shu joyga Bugungi vlogimizning nomi Plov vlogidir. Endi shovla vlog bo'lib tugayapti. Shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. sog' bo'linglar. Keyingi vloglarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etadi. Rahmat.